Midas mahsulotimizni white gold bazasini urishini ko'rsatib beryapmiz. Bu qumshi satacento. Birinchi sloyini tortib olganmiz. Ikkinchi sloyda birinchi sloyga nisbatan ozgina qalinroq tortib ishlanaveradi. Prosta shu fonda yopishga surib chiqiladi. Объемda o'rtacha 1 kvadrat 2 kvadrat joyga surib olgandan keyin vasmyorka ko'rinishda keyin andavada ishlov berib chiqiladi. Mana shu ko'rinishda. Keyin bu ozroq qurigandan keyin yana geta shu 30% 40% qurigandan keyin yana bir marta andavada ishlov beriladi. O'shanda faktura ham chiroyli ko'rinish beradi. Abrasi ozroq sergidi, endi yana bir marta vasmyorka qilib ustidan o'tib chiqamiz. Bu mahsulot ko'proq gastovoy xonalarga qilishyapti, mehmonxonalarga nihoyatda bagatli, zo'r chiqyapti. Buni ham kadrlarni hozir video davomida qo'yib ketamiz, ko'rib baho berasizlar. Ishlash shuman qiyin emas, endi mana shunaqa vasmyorka ko'rinishda aylantirib ketsangiz bo'ldi, gul o'zi chiqib kelaveradi. Mahsulot mo'yshulligi ham zo'r, istalgan sredstva bilan bemalol yuvib ishlatsa bo'ladi devorlarni. Profilimizga obuna bo'lib qo'yinglar, bundan ham qiziqarli ma'lumotlar joylab boramiz.